Endi programmaga kirib, qarasak shaddowga biz ikki xil parametr berdik. Yana buningki, yana bir xil parametr bor. Uchinchi parametrni seplaylik. Bu navbatdagi shu ko'langininki qanchalik araliqqish ta'sir qildiganligini, ya'ni mundaqcha zag'irnan tilimiz bo'yicha ilib aytsak, ko'langininki cho'ng kichikligini deymiz. Jismdan yoki biz navbatda bergan shu rusmda yoki DIVdan qanchalik doiragacha kengayib chiqishini ko'rsatadi. Buning parametri cho'qim 0 dan cho'ng bo'ladi. 0 dan kichik parametr ag'ilmaydi, chunki ko'langa uningki 0 dan kichik parametr yurib qo'ysa qolmaydi. Shunga buning parametrini men 0 dan cho'ng qilib 33 px yurib qo'yay. Yani 33.6 da. Albatta buning birligi px bo'ladi. Programni yengilganning yoqqa kelsam, ko'langi qanday qilyotdi? Ko'p chiqqan shaklda meningki rasmimni bir sandiqcha o'xshatib qo'ydi-ku. Mushu obyektdan ko'langininki eng yiroqqa arlig'ini demoqchi. Ya'ni ma arliq buningki hozir mayadan boshlab ma bulonga cho'g'a arlig'i 35 px 33 px keladi demoqchi. Shundaq 3 xil parametr bor. Biz shutdowningki Internet Explorer hisoblanishida bir qancha xil turlarini ko'rdik. Endi bu shutdown zade boshqa tor ko'rgishildim, normal ishlamdi shu. Bizning hozir bergan parametrlarimiz ko'rib boqaylik. Masalan, Churumda qarsam buning hech qanday bir parametr hisoblanmayapti. Boshqa tor ko'rgishlarda ishlamaydi tabi. Biz hozir Internet Explorer 6.0 bilan program yozyapmiz. Hatto bu Internet Explorer 7.0 ishlamasligi mumkin, yoki 8.0 ishlamasligi mumkin. 10.0 albatta ishlamaydi. Shunga o'xshash ishlamasligi mumkin. Ham biz bu xil narsalarga qarata yana boshqa programma yozamiz. Internet Explorer 6.0 da mush ko'langiga munosabatli narsalarni tushunmagan bo'lsangiz so'rasangiz bo'ladi. Ama hozirgi bu HTML5 va CSS3 ning kodi nihoyatda yaxshi ilg'orlashib ketgan programma bu. Biz uni yana shu navbatga shu darsimiz tugatgandan keyin ayrimman HTML5 bilan CSS3 ning moslashtirgan alohida unumlarni ishlab berma. Bu hozir nihoyatda keng qo'llanilyapti tor bekat loyilashda. Chet elning tor bekatlari asosiy HTML5 ko'chdi. Amman shu ko'langilarni qanday boshqa tor ko'rgishlardan chiqarib boqay. Men hozir ma filtr degan narsani nima ishtaq qo'yapti-da, o'sha yerda. Abiyatdan bir program yozdim. Box shadow deydigan shundaq-ku. Box shadow. Ham buningki ko'langisini seplab berdim, rang shaklini. Seplagandan keyin 3 px, 55 px, 11 px 33 px qilib parametr sepladim. Seplagandan keyin men buni hamda boshqa tor ko'rgishildi ko'rib boqay. Box shadowni masalan Churumni ko'rdim. Ko'rgandan keyin ekasam bir ko'langadan keyin seplanganligini ko'rdim. Bu ko'langa hozirgi parametrdan qarasak, bu ko'langadan keyin qanday seplanganligini ko'ra olamiz. Albatta bu ko'langa seplangan vaqtida biz 4 yil tarafiga ko'langa chiqarmaymiz. Bu yodimizda bo'lsin. Men hozir 4 xil parametr seplab qo'ydim-ku, 4 ya'ni eng cho'ng eng kichik holatda 4 xil parametr seplab qo'ydim. Biroq bu yerga bir masalaga diqqat qilishimiz kerak. Ko'langa bergan vaqtida cho'qim ko'langa quyoshninki ta'siridan ma'lum bir tarafdan tushgan bo'ladi, shundaqmi? Ma'lum bir yo'nalish bo'yicha tushgan bo'ladi. Shuning uchun biz buni biroqlam 4 yil tarafiga chiqarmaymiz. Hozir usti bo'lgan tarafdan, ya'ni oq tarafdan tushgan holat shakllandi. Shunga o'xshash ko'langining har xil parametrlarni o'zinglar bekitsizlar, bu shadow. Buni tor ko'rgishning boshqalarga qanday bir taraf qilishni fiqsizlar, masalan, Moz, o'sha yerda 4 xil narsa bor. Bu Mozilla qarta ishlaydi, ya'ni Firefox qarta. Bu nima box shadowni o'sha yerda shadow deb bersangiz bo'ldi, Mozniki box shadowsi. Box shadowsi. Buniki mo parametrni seplab bersizlar. İşlerini koysun. Biz hozir Mozilla yo'q buningda. Mozilla bo'lmaganligi uchun buning parametrini bersam o'xshash ishlamaydi. Buni shunday bir eskartib qo'ydim. Safari'da ishlatmoqchi bo'ldik emas, cho'qim WebKitni berishimiz kerak. WebKit Churum bilan Safari'da biroq ishlaydi WebKit.